Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunu mecmu'in ve nunu mecmu'in ve ma bihil tehak feftah ve kalle men bi kesrihi netak. Ve nunu ma sunniye vel mulhaq bih bi aksi zalike sta'meluhu fentebih. Fentebih. Ve ma bi ta ve elif kad cumi'a yukseru fil cerri ve fil nesbi me'a. Keza ula tuvellezis men kad cu'il ke ezru'a tinpihi za eyden kubil. Ve curre bil fethati ma la yenserib ma lem yudeb ev yeku ba'de el redib. Ve calli nehvi yep'elanin nuna Rabben ve ted'ine ve tes'eluna ve hasbuha lil cezmi ve nesbu sime kelem tekuni literumi medleme. Ve mecmununki nuni ve mecmunun nunini ve anda bilinmesin nunini ki şu mecmuğa koşuldu. Koşulgan nesin nunini pes ziber kığın. Ve az oldu. Anda bir kişi ki şu nunni zir okuşulan sözledi. Ve bilinmesin ki nunni ki tasdik kılındı o nesini ve o tasdike koşulgan nesin ki nuni aşniki eksilen işletti o Araplar onu o eksi işletti. Anda oğandaki sen agah ol. Deydim. O anda bilinmesi ki tavilen ve ilip bilen cezmen cem'i kılındı o nesini zir okuludu o nesini cerde ve nesbte bil oğan alette. Şunu şaştır uğlatu. O anda bilinmesi ki isim cezmen kılındı o nesini ezruat okşan. Bu neside min muşu hem kubulçu kılındı. Zir kılan sen fethivilen anda bir isimli ki munserip olmaydı o isim. Madami ki izap kalınmışsa ya ki bombısa o isim eldinkin ergeç kişi bombısa o isim deydim. Ergeç kişi yani mingen bombısa deyin gibi. Ve kıgın sen yep ki okşun nunni Rabbilik adet kıgın. Ve ted'ine ve tes'elunani Rabbilik adeti çok kıgın. Ve o nunnunki düşürüşünü cezim ve nesb için nemidur alamettir. Lem tekuni literumi mezdemetun. Mezdeme diyen gibi çok okşağın deydim. Şimdi vav istilab nune mecmu'in muzafuzaflay mef'ul mukaddem. Yani iptahniki mef'uli. Vav arifet ve mecmu'i me'tub bihi cari ma mevsul bihi iltihaka uniki silisin bihi cari mecrur iltihaka mutallık yani ultuhika uniki silisin ultuhika pil zimir pail yani pil mecul peptah panimeun takip pes yak onu deyken diyen gep yakip olmayı bunun istilah deyimiz yani. Şundan onu ne kıldı? İptah. Sen onu ne kılın? Onu mene petiço kığın. Petikın. Petikın. Yani ziber kıl diyen gep onu boğan buludu. Emir. Boğan buludu. Emir yani iptah diyen gep. Pamiyeti zait deyimiz ya ki koşumça yani kegenlerse. Çünkü o ile kapıyı keltürmen dep işte uçuşu kıldan gibi. Vav istilab kalle pil. Men pail. Men isim mevsul bi kesrihi netaka. Onunki silisi. Bi kesrihi muzaf zaplay car mecrur netaka mutallık netaka pil zimir pail. Zimir pail men gıyanıdı. Vav istilab ya ki vav erfet ve nunu masuniye ma'tub nune mecmu'in ma'tufun edey. Mine ve nunu ma
muzaf muzafday mubtada boludu. Ma ism mevsul soniya 12 serisi soniya pil mecul zimir mef'ul madem yusam fa'il. Ve varifet ve mulhakun ma'tub ma suniya ma'tubun aley. Bihi car mecrur mutallık. Bi eksi zalike istameluhu mutallık car mecrur. Yani istameluhu şu nunu diyen nersin nemisi haber olgan buludu. İstamelu pil zimir fa'il. Hu diyen nime mef'ul. Yani hu diyen nime o yani hu diyenniki zimir mef'ul oludu. O zimir nunuğun nime kuludu yanıdı. Ya komaydı onun zimir ekski yanıdı. İşletler ol Araplar o eksin diyen gep. Pentebi ba diyen pa diyen nime ziyada intebi pil fa'il. Yani emir pil fa'il oludu. Vav iftida ma mubtada. Ma isim mevsul bita 12 nemisi silisi. Sile isim mevsulun silisi oldu. Bita car mecrur cumiyag mutallık. Muzaf zaflaya car mecrur. Vav arifet ve elifin ma'tub ta ma'tufun aley. Kad cumiye kad urb tahkik cumiye. Pil zimir fa'il. Yani pil mecul mef'ul madem yusamma fa'il. Cumya mufrad tesih emez. Yukseru onunki cezası kad cuma yukseru madiye isim şart olan iken onunki cezası yukseru oludu. Yukseru fiil mecul zimir mef'ul madem yusamma fa'il. Pil cari mecrur yukseru mutallık ve varfetme pil nesbi ma'tuf pil cari ma'tuf buna ma'an. Al. Keza muftada haber mukaddem. Ulatu muftada muahhar. Vellezi vav istinab ya ki keza ulatı atıf deyimiz. Ellezi nime ellezi gel muftadan bazı ellezi isim mevsul ismel kadcoyla onun silisi ismen diyen muftaday mukaddem kadcoyla kad urb tahkik coyla pil zimir fa'il mef'ul madem isem fa'il afal nime kulp kazruhat car mecrur mutallık mensup ya ki muftaday mensup'un habri pihi bunundan yani pihi car mecrur kubila mutallık za diyen muftada kubila cümle onun habri oludu. Uçağınızda za pihi ezel kubila diyen gap. Bu onun da hem kubul kılındı diyen gap onun habri olan buldu yani. Ezel mef'ul mutlak. Onunki ameli nime o mehsup. Yani aza eyzen. Ağda eyzen diyen gibi. Vav istinab cürre pil emir. Pil fa'il. Bil fettati car mecrur cürre mutallık ma mef'ul. Cürreniki emirinin mef'uli. Baz ma mevsul la yansirifu 12 silisi. La yansirip pil zimir fa'il. Ma lam yüzeb. Ma lam yüzeb diyenime madame. Yani madami iki deyimiz o andi. Lem erb cehet yüzeb pil mecul zimir fa'il ev harfet ve yaku ma'tub yüzeb ma'tub funadey ba'de el zerb redipe pil fa'il pil zimir fa'il oldu andi. Baydan ve istinab ical pil fa'il li nehvi yep'alani İcel mutallık car mecrur ennuna o icelin nevsi mef'ul oludu. Rabben nime hal. Ve varifetbe ted'ine ma'tub yep'alan ma'tubunay ve varifetbe tes'elune ma'tub ted'ine ma'tubunay. Ve istinab hezba muzabzabunay mubtada lil cezmi ya ki mubtada lil cezmi cari mecrur hesbu mutallık ve varifetben nesb ma'tub cezmi ma'tubuna simetun 12 haber oludu. Lem tekuni literumi mezzeme nime o cümle yani muzabzaplay nime o haber mubtadanınki haberi mehsubniki haberi çoğu boludu deydi. Biz hem de nimin okuduk azı bu isimlarınki mene irabini okuduk, terkibini hem çok okuduk. Bu nimboldu hem de tügedi. Az hem de bununki mezmunu geldik. Hem de
Mecmuniki nunini. Yani mecmu deganimiz gap cemi. Cemi deganimiz gap, yani yuqorida biz cemi muzakkar salimniki gapini qildik-ku endi. Uningdan boshqa tasniniki nunini cho tasnini gapini qilgan. Hozir endi ikkiniki nun bo'ladi. Endi bir ismni tasdiq qilish uchun jazman uniki oxirga ilib bilan nunni yoki olmaydi yo bilan nun ekadigan bo'ldik. U chog'imizda shu tasnidiki shu ilib bilan shu yoniki o'zi tasnidiki alomat bo'lgan bo'ldi. Nima bo'lgan bo'ldi? Alomat shu bo'lgan bo'ldi. Jam'iyatim uchun shu nun ham vav yoniki o'zi nima? Jam'ining alomati deymiz. Endi bu yerda endi uni rafiylik holat qanday o'qiymiz, nasbjar holat qanday o'qiymiz? Uniki gapi yuqorida nima qildi? Tugidi. Endi bu yerda uning oxiriga mayli tasniy bo'lsin, mayli jam'i bo'lsin, uning oxiriga nunni qo'shmoqchi. Nunniki i'robini qanday o'qiymiz? Endi buning ustiga nima qildik? Keldik. Shuningdek deydi endi jam'ining nunini va unda bir nimasi jam'i qo'shilgan bir ism nuvati. Ana nimitun, illiyun, araldun deganidek mana ash narsaniki nima deymiz uni? Mana mulhaq. Uniki mufrad bo'lmaganligi uchun endi jam'i muzakkar salim desak, uniki qarshi muannas va mufradchi bo'lishi kerak. Endi u shaklda muzakkarga o'xshab qoldi, jam'i muzakkarga shu mulhaq deymiz uniki yoki mufradi yoki muannas bo'lmagandan keyin va unda bilmasin uniki shu jam'iga qo'shildi. Jam'iga muqattiq mulohaqatlar deb qo'shdiqani yuqorida bir qanchani sinuna degandek. Men mushu nunni sen jam'ining nuni va mulohaqning nuni nima qilsan? Zibar o'qiysan. Qana deysan? Muslimun na. Shdami? Mushrikun na deb nunni zibarchi o'qiysan deydi. Buni da shu o'qiymiz. Endi bu gap nima qildi endi? Tugidi. Bu zibar o'qishniki o'zi asli qoida. Bu asli bu o'zgarmaydi. Lekin az oldu anda bir kişi şu nunni zir o'qishlar so'zladi she'rlarda. Endi she'rning qafiyasi keltirmada ba'zi shoirlarning o'zi, she'rniki o'zida bo'lmasa nunniki o'zi zibar o'qiydigan gap. Shu she'rniki qafiyasiga yoki oxirgi yoki vazniga ya bir nemisi kezbi muvofiq kelsin deb mushunda zir o'qiydigan ish uchun ba so'zlab qolgan burun. Bu kim o? Çünkü nahviniki qoidasi arablarning adabiyoti va arablarning she'rini olgan bo'lgandan keyin uning mushta ishchi ba, u qat'iy bo'lmaydi uchun dema. Deydi. U yerda ushqishib qoladi. Ushqishib qolganda vaqtning o'zida men normal nasr kalamning o'zida ushqashmaydi. Ammo she'rning o'zida ushqishib qoladi. Bunda ushqib qolsa, voy bu vaqtda demang bunda ish nahayt az. Deydi endi. Endi bu gapniki o'zi boshqa nahviy kitoblarda yo'q. Endi bu neydi bu ana alpida. Xo'sh, endi jam'i muzakkar salimniki va uniki muloqatning nuni qanday o'qiydiganligimiz u nima qildi? Hozir bu baytlar tugidi. Endi tasnin nuni keldi. Va unda bilmaslik nuniki tasdiq qilindi u narsani. Qanday tasdiq qilamiz? Ya'ni mufradniki oxirga ilib yoki ya nunni akasahla tasdiq bo'lgan bo'ldi. Unda undan keyin va yoki nimani yoki ilibni qanday o'qiydiganligimizni uni uqdiq. Uning oxiri bir nun keldi. Unni qanday qilamiz desa va tasdiqga ismning nuni va tasdiq qo'shilgan nima va bir ismlar var. Mesela kiltayni, kiltani deganidek. Men mushuniki nunini ashniki aksi bilan, qoniki aksi bilan muzakkar salimniki aksiki zibar o'qitdik. U zibar o'qilganniki ta'tir nima? Men zir o'qishni ishlatdilar. O arablar bu aksini ishlatdi tasnida. Siz bunun için o'qib qo'ying. Anda o'g'andan keyin jam muzakkar salimdami? Nunidan ma tasnin nuni o'xshashgan. Unda o'g'andiki jam muzakkar salimni zibar o'qgandan keyin ma'lum zibar o'qiyli deb qolmang. Siz buni ogoh bo'lib jam'i nimaniki tasnin nuni zirchi o'qiysiz. Bu nima u? Qoida deydi endi. Shundan bu jam muzakkar salim va uning mulohaqatini nuni qanday o'qiydiganligimiz shuningdek tasniy va uning muloqatining nuni qanday o'qiydiganligimiz to'g'riliq. Hozir bu yerda gap nima qildi? U yerda tugidi. Uni qanday o'qiydi ekanmiz? Jam muzakkar salimning nunini zibar. Endi tasniy nunini nima o'qiydi ekanmiz? Uni zir. Shu o'qiydi ekanmiz. Iborat o'qigan vaqt o'zida ashtachi o'qishimiz çok kerak. Endi tasniy bilan jamining bir o'xshamaydigan yeri shu yilqi
ya'niki oldidagi harfniki o'zi a yanaki nimada a harfniki ya'niki oldidagi harfniki o'zi nasb yoki jarlik holat bo'lgan muzakkar solimniki o'zida zir o'qiladi. Muslimina. Mana muslimina deymiz. Tasnid uchun shu nasb jarlik holatda masalan ya'da bo'lgan vaqtimizda shu ya'niki oldidagi harf masalan rajulayni desak, rajulani ya rajulayni desak ya'ni oldidagi lamma onu nima o'qiymiz? Zibarchu o'qiymiz. Masalan muslimayni. Amma jamiyat uchun zir o'qiymiz muslimina. Tasnid uchun zibar o'qiymiz muslimayni. Men mushuni bilan nima qilindi? Farqchi qildi. İbaret o'qigan vaqtimizda mushtaqcha o'qishimiz çok kerak. Xo'sh, endi mushu bayt bilan mana yuqorida musannif rahmatullohi alayh i'robniki o'zini ikki xil bo'ldi. Birisi i'robi harki, ya'ni harakat bo'lgan i'rob. Endi birisi andan i'robi nima deganda? Harfi deganda. Endi i'robi harfi hozir nima qildi? Ma azroq bo'lsa ma'nosi tugidi. Tugab endi qayta i'robi harkidan harakat bilan i'rob qilgan bu narsaning ustidan nima qildi? To'xtaldi. Va anda bir isimki ta bilan, yanda bir mufrat isimki ta bilan va ilf bilan jazman jam'i qilindi uni. Mesela bir mufrat isim barkan, uning oxiriga ilf bilan tani ekibdi. Tani ekib uni jam'i qilibdi. Uçağını qanday qilamiz uning i'robi ne desa? Zir o'qilindi, mana u narsani. Mana zir o'qilindi, ol tani nima o'qilindi? Zir o'qilindi. Jarlik holatdagi zir o'qitigan omil yuqoriga kelgan bo'lsa, u tani zir o'qiymiz. Va nasb holatdagi, ya'ni uning oldidan zibar o'qitigan omil kelgan bo'lsa, bu jam'i muannas solimniki atasniki o'zini nima o'qiyotganimiz o'chan o'zidan zirchi o'qiymiz. Nima deymiz? Maratu bi muslimatin va ra'aytu muslimatin chu deymiz. Muslimatan desak nima o? Xato. Bunda chu o'qiymiz deydi. Ammo rafiylik holati uchun rafiylik holatda zam bilan o'qiymiz, uni nima yo'q, chataqchi yo'q. Ammo yuqori ism bilan qiladi u o'xshaydi. Shu bu yerda nimaniki gapini qilmaydi, rafiylik gapini qilmasligi uchun shu. Ya'ni bir ismni jami muzakkar, nima jami muannas solim qilmoqchi bo'lsak, bir mufrat ismniki o'zidan biz uniki oxiriga ilib bilan tan akasak bo'ladi ekan. Shundan nima o'ynaydi ekan mufrat ism? Jami muannas solim. Jami muannas solim degani gap uniki jam'isiga yani ma'nosi ko'plikni bildirdi. Ammo uniki mufrati saq salomat, uniki mufratdagi shakli vazni saq salomat qilib, uniki oxiriga ilib bilan tan qilib qo'yamiz. Mana bu nima deymiz uni? Salomat qolgan, ya'ni mufrati salomat qolgan ko'plikni bildiradigan nima ism degan cho'q gap bo'ldi. Buni rafiylik holati bilan, rafiylik holati zam bilan, nasb jarlik holati nima bilan o'qiyotganmiz? Zir bilan cho'q o'qiymiz deydi. Bu nima qildi u? Bunun da çok tügidi. Şimdi tavlan ilip bilen cemi kılındı dedi. Eğer tavlan ilip yani bir kelimeyi ta ilip ekemey yüz açtak boğamız bunun dairesi işi kirmeydi. Mesela ebiyatun deydi. Bu çağın üzde bununki undak aylık replikada tavlan nasjarlik hali nima? Replik holat zam bilan nasjarlik holat ya bilan unda bir nima qilgan, i'rob beradigan bir ish yo'q. Bu ahsi shu vazi qo'ygan vaqt o'zida shu petim akagan nima o ta. Yani baytun abiyatun degandek u aslida yotkilib ba jami bo'lsa-da yotkilib akagan tachu emas. Endi shuni o'xshashtir ulatun. Ulatun nima degan gap? Mana zu niki jam'isi ulat bo'ladi, egillari degan mushtaq gap bo'ladi. Endi ulatu jami muannas solimniki o'rnichi ma'noda. Masalan, ra'aytu zumalin ko'rdiman erni malning egisi akish degan gap. Ra'aytu nima deymiz o'chan o'zida ulatun. Ulatun zavatu deb keldi, rasam uniki jamisi. Ulatu deb kelgan ism mavsulniki nemisi bo'lgan bo'ladi. Yani egillar yoki uluniki jam'isi. Unda bo'lgan bo'lsa, mana buniki o'zi. Endi u jami muannas solim qilish uchun jazman jami muannas akish va qarshiligida shu muannas deymiz. Endi bu ulatniki o'zini bu akish bo'lganiki buniki akish egillari deb o'chan o'zida uni olib o akishniki nemisi adabtigi yo'q.
Buni ham aqlliq emas bu ulat degan gapniki ishlatilgan nemisi boshqa aqlsiz narsa emas ishlatilgan. Shunga ulatniki mana i'rob bergan vaqt o'zida bu asl mufrat yo'qki qo'shilib akeldi. Buni aniq mulahaqniki qatorida deb buni i'rob berganda replikada zammi bilan nasb jar holat yo bilan nima qilamiz? I'robchi beramiz. Endi bu anda bir ismiki anda bir narsaki ism jazman qilindi o narsani. Allazi asli bunun ma'nosi bunda. Tertibi vallazi qad ju'ila isman degan gap. Bak qafiyiniki vaznini egiz pas maf'ul muqaddam ani pilki qilgan gap. O anda bir ismiki jazman qilindi o ismni nima qilindi? O narsa ism qilindi. Sifat bo'lgan bo'lsa ashtaqol yuqorqida. Ammo muannas salimning o'zi sifat olmay ism jami topdi. O narsa alam qilibdi. Alam bir ism bo'libdi. Shu chon o'zida buning uchun masalan azruat degan o'xshash. Mana azruat degan gapning o'zi shu Suriyadagi bir joyniki nemisi o ismi. Ism bo'lgandan keyin buniki shakli muslimat o'xshidi. Juda muslimat o'xshidi. Ammo uniki ma'nosi bir yana o'qitgandan keyin bu mufrat. Unda o'g'aniki buni qanday i'rob beramiz desa, bunga i'rob berishda yana shu jami muannas salim qanday i'rob bersak, men mushunga nima qilamiz? I'robchi beramiz. Mana azruat qo'shgan, mana bu azruatda yani buningda mana bu hem bu degan qavun za degan gap jami muannas salim. Shu ashna ishorat. Shu jami muannas salimniki rafilik holati zam bilan nasb jarik holat yo bilan degan mushu hem qandaki ulatida qabul qilingandak hem ma'noda nima qilindi? Nahviy ulamolarimiz o'ttirisidan qabul qilindi deb o'chanda bu azrat qoma men ashtaq nima qilamiz buniga i'robchi beramiz. Rafilik holati zam bilan nasb jarik holatda men yo bilan i'robchi beramiz deb men bir o'rtaq hamma olimlar buni uchun o'zligida nima qildi? Buni qabulchi qildi deydi. Ya'ni bir ismning o'zi sifat olmay bu ismni bo'lib ketibdi. Masalan, yo'tkilib bir narsa alam bo'lib ketibdi. Alam bo'lib ketgan bo'lsa-mu, men buni shu muannas o'xshash, nim beramiz, jami muannas o'xshash, men ashuna o'xshash i'robchi beramiz deydi. Xo'sh, endi jami muannas salimga qanday i'rob beramiz? Va jami muannas salimniki mulhaqlar bo'lgan ashunda qo'shilib, ashunda kelgan ism bo'lgan bo'lsa, mana o ismi qanday i'rob beramiz? Bunun üstüne nima qildik? To'xtaldik, bu tugadi. Mana iborat o'qigan vaqtimizda jami muannas salim ashtaq bir kelib qolgan bo'lsa, uniki oldida kelgan omil nima? Tashviqli omilmi, yo zirmi, zibarmi? Shuni qarab iboratni ashtaq shaklda nima qilamiz? O'qiymiz. Endi bu mazmunga ham yeni bir mazmunga keldik. Ve cürre bil petteti ma la yansarib ma lam yudab ev yaku ba'da el redib. Cürre degan cerra ya cürru niki nemisi o ebir. Emri. Zir qılınsan petti bilen. Petti bilen zir qılımızda zir nemeden qıldı? Kesirlen qıldık. Cemi muannas salimniki ziddi oldu. Zir qılınsan petti okuş bilen yelik isimni, yelik zir okuduğu amil kirgen isimni zibar o'qishlar zir o'qiysan, zir qilsan, unda bir ismniki munsarif bo'lmaydi. G'ayri munsarif bo'lgan ismni meni nima qilamiz? O'chan o'zida uniki beshiga qancha meni zir o'qitigan badin bir qancha kelib ketsimi, uni zir o'qitigan o'rniga biz nima o'qiymiz? Uni zibar o'qiymiz deydi. Ash zibar o'qiganning o'zi, ya'ni labzida zibar chiqsimi, lekin ma'nida nimaniki o'rnida, zirning o'rnida. Nima uchun? Chunki misol Meratu bir Ömer'e deptok. Ben Ömer Ağun'un kaşını öttüm diyen bolsak. Hem de bu Ömer Ağun'a bir munsarif bo'lgan bir isimni etip kısa. Uçan üzden nemi okuymayız? Zir okuymayız. Mesela nemi deyimiz? Meratu bir Ömer'e ve bir mekanın ahire. Değil mesela. Misal hem de bu. Öttüm ben Ömer Ağun'un kaşıdan ve yeni bir cay deyin. Desek. Uçan üzden nemi dep okuymayız ona? Ve makane dep ömrahın zibar okuduk, tabi yakıp açta okuyumuz demeyimiz. Çünkü labzide bunda okusaq mı, lekin mahalli, yani onunki Ömer'ninki mahalli tigi, nimi o zir. Şuna ani zir va dep, şuna makanin ahire dep zirçi okuyumuz.
Endi g'ayrimunsirif bo'lgan ismniki o'zini mana zirlik holatniki o'zida zibarchi o'qiydi ekanmiz. Ammo rafiylik holati uchun yana zammi bilan nasb holati uchun zibarda o'qiymiz. Chunki bu gapni qilmasligi u chog'imizda mana ashta o'qimizga qolgan ikki xil holat ash petim yuqori qismi o'xshash o'qiladi. Ash irobiy harki qanday irob bo'lsa shunda o'qiymiz deganga shu ishorat bo'ladi. Endi zir o'qiydigan yer zibar o'qishimizdagi g'ayrimunsiriflik sharti bor. U qonun modomiki izob qilinmasa u ism. Shu g'ayrimunsirif bo'lgan, munsirif bo'lmaydigan ismning o'zi yana bir ismga izob qilinmasa onidagi zir o'qiydigan yerga nima o'qiymiz? Zibarchi o'qiymiz. Masalan, agar izofat qilinib qolsa, masalan, maratu bi Ömer'e. Men Ömer'nin qarşısından o'tdim degandan keyin u chog'ingizda bu nima bo'lmadi, ana izofat bo'lmadi. Ammo bu Ömer'nin o'zini bir narsa izof qo'ysak, u chog'ning o'zini nima qilmaymiz? Zirni zir o'qiymiz. Masalan, nima deydi? Masalan, masalan maratu bi Zaydin ve Ömerikum. Yoki maratu bi Ömer'e ve Ömer'in ahire. Yoki bi Ömerikum dedik. Men Zayd'nin qarşısından o'tdim, aslında Ömer axının qarşısından o'tdim desek, bi Ömerikum degan Ömer degan kumga izofat qilindi, u chog'ingizda zir o'qitgan omil bor bo'lgandan keyin zirchi o'qiymiz. Men mushundaq bo'lmasa, anidan keyin u g'ayrimunsirif bo'lgan ismning o'zi zir o'qilgan yer zibarchi o'qiymiz. Yoki u ismning o'zi bo'lmasa, aldiki kelgan bo'lmasa. Ya'ni g'ayrimunsirif bo'lgan ismniki beshiga al kirmasa, anidan keyin zirlik holatda o'qilgan omil kelgan bo'lsa, uni zibar uchun o'qiymiz. Ammo u ismga nima kelibdi? Ilflam kirib kelibdi. Ilflam kirib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida u ismni zir o'qiydigan ya'ni o'ziga zirchi o'qiymiz. Zibar uchun o'qilmaydi. Masalan, va maratu bi Ahmad va bil Ahmadi. Masalan deydi. Men o'tdim Ahmad Laxunniga qashdim va yiliq Ahmadni qashdim. Yo'q olmaydi. Maratu bil Ahmadi debdi. Men o'tdim yiliq Ahmad Axun, sen bilan men bildigan Ahmad Axun qashdim o'tdim debdi. Buni ham da ilflamdan iborat bo'lgan bir ilflam akirgan bo'lsa, u chog'ingizda bil Ahmada demak, bil Ahmadi deb nima qilamiz? Zircho o'qiymiz. G'ayrimunsirifniki mana zir o'qilgan vaqtning o'zidan buni zibar o'qishdagi sharti ikki. Birisi muzaf bo'lmaslik, yin birisi g'ayrimunsirif bo'lgan ismniki o'ziga ilflamchi kirmaslik. Anidan keyin mushundaq bo'lsa, undagi zir o'qilgan ya'ni o'zidan zir o'qilgan omil kelgan vaqtida uni uchun zibar uchun o'qiymiz deydi. Endi bu g'ayrimunsirif aloqador ism qanday g'ayrimunsirif bo'lib tövanda keladi? Mayadamda irob ne qanday o'qiymiz? Qaysi ismlarni degan üstü to'xtalgan bo'ldi, faqat mushuning üstü to'xtalib qoladi hozir buningda. Xo'sh, endi yuqorida biz o'qidik. Mana bu mu'rab kalima ikki dedik. Birisi ism. Yana birisi nima? Arablarningki o'zi fil muzariga nima qildi? Irob berdi. Ammo amr bilan mozini mabni qildi degan mazmunda nima qildik? Dars o'qidik. Endi yuqorida biz mana ism mu'rab ninki o'ziga qanday irob berdiganligimizni ustida yuqorida asosan nima qildi? O tugidi, ya'ni sahih. Ya'ni harakat, asli harakat loyib bo'lgan sahih ismniki ustida bu gap nima qildi? Hozir tugidi. Hozir endi fil muzaridan iborat bo'lgan bu mu'rab bo'lgan filni nima qildik? Keldik. Unda bo'lgandan keyin mozi bilan amirga zodi belgil olmaydi, irobchi belgil olmaydi. Ammo shu filning ichidagi fil muzariga irob bermoqchi. Unda bo'lgandan keyin bunga berilgan irob qanday bo'ladi? Men mushning ustiga cho'k keldik. Va kelginsan va qilginsan, yap alaniki o'qish uchun nunni rafiylik holati qilgan. Endi bu yerda mufratlik qilmasligidagi o'zi bu yuqorgi nima o'xshaydi, ya'ni yuqorida zibar o'qitgan omil. Ashtaq kelgan bo'lsa fil muzarining oxiri zibar bo'ladi. Agar jazm qilgan omil kelgan bo'lsa yuqorida o'qib bo'ldik, uni jazm qiladi. Ammo u ikki omilda xoli bo'lgan bo'lsa, o'chan o'zida pash o'qildi, pash o'qilgani degani yapalun deb o'qsa, yuqorida zibar yoki zir o'qitgan omilchi yo'q ekan. Bu marfu bo'lgan holat ekan deb tushunadigan bo'ldik. Endi buniki yana bir nima bor, ya'ni asmoi xamsa deydigan, ya'ni afal xamsa deydigan
bir adet var. Nehvi ölümanın islahida 5 tane pil var pil muzarının içinden. Bununki irabı kandak olur dese. Mene bu nime tesli. Cem'i bu 2. Bununki andaki cem'isi var, teslisi var. Bunu var. Endi pil muzariga mesela onunki ikkilikni bildirdigan ya köpsünü bildirdigan men aşındaq iş olgan bolsa, onu da bu isimde kandaki ya bilen nun men aşını ekegendek ma pil muzarigimi bazılarga nimaga ekelimiz? İlip ekelimiz, nunçu ekelimiz, bazı yaçu ekelimiz, bazı vav bilen nun ekelimiz. Bu nima qiladi? Buna o'xshaydi. Mesela muslimuna, muslimina, rajulayni, rajulani desek, uçalımızda kandaq olur denen yap'alani. Bu replik alat oldu. Yapalan ilip geldiğine bu replik alat oldu. Hem de bununki nesçelik alatta mesela yine onuğa ya yakın nunkili teb'eline. Muannes, muhatep buludu. Ya ki onun buludu muzakker cem'i oludu. Uçağının üzerinde bunun buludu vav'dan nun koşuldu muslimune. Bu asasiyatin birbirimize okşaydı. Lakin bu 5 tane pil var. Birisi muzakker cem'i. Deyimiz yep'elune. Birisi nime testin. Yep'alani. Bu 2. Yin birisi andikin muannes muhatepe vay. 3. Tötüsü muannes muhatepe cem'i. Bu töt oludu. Andikin 5'insi ya gayb. Mesela yep'alani'nin muzekkerin gaybi gayb muzekker hem muannesniki bu. Andikin muannesniki muhatep muhatep oldu tesi. Muzekker, muannes her ikilisi nima qildi? Bunun o'xshaydi. Bunun bilan andiki nima bo'ldi? 5 tane pil bo'ldi. 5 tane pilniki o'ziniki i'rob. Mesela zir o'qigan nima? Va nima? Yerga pilning o'ziga nima kirmaydi dedik? Zirchu kirmaydi. Undan boshqasi nima? Shu rab'i bilan nasb mushtarak dedik-ku yuqorida. Unda o'niki bu mu'rab bo'lgan pilning o'zida rab'i bilan nasb bor degan gap bo'ladi. Endi rab'i bo'lsa, o'chani nima deydi? Mayada adam. Mana yep'alanniki o'qish uchun mushundaq nunni rab'i qilgan. Ya'ni nunni uchun rab'ilik odat qil. Ya'ni mushu yep'alan deb nun tushib ketmay, mushu yep'alanni o'qish olgan tep'alani, yep'alani, tep'aluna, tep'alina deb nun o'qish olgan bo'lsa, o'chani o'zi sen nima qilsan uni? Uniki beshiga zir yoki zibar, nima? Jazm yoki zibar o'qitgan bir omilchi kelmabdi. Bu rab'ilik olati bo'lib, men nunniki o'zi bisha shuktu, turibdi deymiz. Va tad'inani va tas'alunani. Men 3 pilni oldik bu adam. Asl boshqa yerning o'zida 5 pil deb qaraldi. Tad'ina degan gap tajribina, muannas muhataba. Vahid bo'ladi, ya'ni ursan, ayon degan gap. Tas'ulani degan bu jam'i. Jam'i nima bu? Muzakker hem muhatap muannas muzakker her ikilisi çok işletildi. Hem de bu yerden de tep'alani onu demeydi çünkü tep'alan deyiş gerekti. Bu yerden de bu yerde neymiş ki tep'alan demez yep'alanı tavla adi yani özgürse okşayda bu bir evadadan gap. Şundan anlık şahadet şu ek bolgan gap. Yani mademki göz karışça şu 3 tane pil var. Şu 3 tane pilniki nunniki mustahkem turşniki üze o kavram cem'i muzekker pilniki. Yine birisi vahid muhatebe hitap muannes. Onunki üçüncüsü nime? Cem'i muzekker. Yani muzekkerin cem'isi olan bu üçüncü pili. Onda var ki bu üçüncü pilniki ahırda nun boğan bolsa, şu nunniki boğanlığının üzeri rabbilik aleti buptu. Rabbi okuyan manevi amil. Avamilde okuduk mu? Manevi amil kança 2. Dep okuduk şununki birisi nime? Men muşu. Yani manevi amil. Yani manevi amil degen gapning o'zi, yani labzimizde ağzımızda çıkmaydı bu. Ama aşağıda manevi başlığanlığının o'zi, başlap to'g'anning o'zi bu şu kendikiga isimni, yani başlamoqchi isimni şu odatda yani peş o'qitdi deb aşağı nima qilamiz? Uni da deymiz. Mesela muftada manevi amil xabar dedik, ana şu endi. Endi o'ndaki bu 5 pilniki o'zdimi, yani 3 pilniki o'zdimi? Nunniki boğanlığınki özü aşağıdaki başlaştı ibaret olan manevi bir amil var. Şu peş okutuptu deyimiz. Ve nunniki çıp getişi cazim ve nesb için alamettir. Simetun ve seme yesimun dep atayımız ve seme yesimun simeten deyin gep. Yani simetun, simeh dep okudanı. Yani o nunniki özü 3 pilde çıp ketken bolsa, karsak nun yok.
Unda oğanık ya yukarıda bir cazım okutan bir amil kipto. Ya olmaydı onunki beşida ziber okutan bir amil kipto. Desektim boludu deydi. Mesela ne mi okşar? Lem tekuni literumi medlemeten deptu bir adam. Ne mi deptu? Bommadın seni ayan. Maksat kıldığın bommadın nemini zulüm kıldığın kişini. Yani zulümünü maksat kılan olur. Yani eğer tegime bir iş kılmayacak, ama urup tılda harlap kılan bir erkek kişini sen neme kılmaysan, ben onu talep kılım, onu tegime de o işini kılmaysan diyen neme o manide. Anda o ki tekuni diyen ayeti ted'inani okşaydı. Mine bu tekuniyati esse. Bununki tekuniyati onu beş kal lemkeye geldik, nun yapıp gitti, cazım geldi, uçup gitti. Mine terumi desek, li terumi onu da ne? Li tezribniki, li tezribine diyen gep. Uçağınızda lam diyen cazım kılan alametler onun uçup gitti. Onunki nemisi oğan bul alabat boğan buldu. Min muşluğu demek oldu. Okşaydı. Deydi. Mesela onun uçup gitken bolsa, men her işkilisindeki cazimniki sebebi uçup gitipti. Ama niminiki sebebi kemmepti o nesb uqtuğa amin. Bu yademdi li teruma diyen, li en teruma diyen menizi oldu. Len uyad mukadder. Uçağınızı mukadder desek uçağınızdan sen bombudunsa uluqlaydigan bombudun taşuki sen maksat qıysan zulm qa adamni. Taşuki diyen vaqtınızda li en boludu uçağınızdan terumi rama yarumu maksat qildi degan gap. Unda o'g'adiki bu yerda muannas muhataban nunun chiqib ketishi ajab muqaddar bo'lgan an degan zibar o'qitigan anniki sababini o'qiyotdaymiz uçağımızdan chiqib ketdi deymiz. Deb mushtaq nima qildi uni deydi endi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب